Assalomu alaykum barchaga. Man judayam bir xafa bo'lib ketyapman shu kunlarda. Chunki nimaga? Mani bilasiz, pedagogika va psixologiya yo'nalishi bo'yicha 4-kurs sirtqida talabasiman. Ya'ni 4-kursni tamomladim. 5-kursga inshaalloh yana yil boshlayman. Shunaqangi xafa bo'lib ketyapman. Psixologiyani, psixologlarni umuman olganda yomonlayotganliklaridan, insonlar tomonidan noo'rin gaplar gapirilayotganidan, noo'rin vaynlar chiqayotganidan. Psixolog o'zi kimligini bilmasdan turib insonlarni o'zi murojaat qiladi. Insonlarni o'zida tushuncha yo'q psixolog kimligi. U psixolog sizni oilaviy sharoitingizni yoki oilaviy muhitingizni to'laqonli qondirib bera oladigan inson emas. Ya'ni sizni qarzga botib ketgan bo'lsangiz, qarzdan chiqarib bera olmaydi. Sizga psixolog faqat va faqat yo'nalish beradi. Ikkita yo'nalish, ijobiy va salbiy yo'nalish. Uni tanlovi esa sizni qo'lingizda bo'ladi. Psixolog o'sha tomonlama sizga maslahat beradi xolos. Siz psixologga voy o'lyapman yoki o'limdan qaytar emas, yoki bo'lmasam hayotim barbod bo'lib ketdi, buzilib ketdi, yoki bo'lmasam o'zimni hayotimni nima deydi, yaxshilash uchun, pullar oqimi kelish uchun emas. Sizda negativ fikrlar bormi? Negativ fikrlardan xalos bo'lish uchun, ongingizni tozalash uchun, muammolaringizga keladigan bo'lsak, muammolarga yechim bo'la olishi uchun ikkita yo'nalish beradi xolos psixolog. Shuni hech qachon unutmang. Bitta psixolog haqida yomonlayotgan bo'lsangiz, siz o'ylang, u psixolog o'zi qaysi bir darajadagi psixolog? Oliy ma'lumotlimi yoki bo'lmasam bitta nimani kursi bitirgan, sertifikati bor psixologmi? O'sha tomonlarni ham inobatga oling. Siz nima uchun psixologga borayotganligingiz haqida o'ylang. U psixologmi, psixolog emasmi o'zi? degan savollarga javob olib keyin boring. Yana bir marta ta'kidlayman. Psixolog sizni muammolardan 100% darajada olib chiqadigan inson emas. Sizga yechim beradigan inson. Ikkita yo'nalish beradigan inson. O'sha yo'nalishlardan, ijobiy, salbiy yo'nalishlardan bittasini o'zingiz tanlaysiz. Ana shunaqa.